Bətinimizning suğu bo'lgan kundalik ehtiyoji. Abdori Chris Gunnars. Bətinimizning %60% sudan tarkib topgan. Bədən kun bo'yi to'xtovsiz ravishda suvsizlanadi. Bu suvsizlanish kichik tarat va tarlash orqali emas, nafaslanish deganlarga o'xshash uzluksiz davomlashadigan badan harakati sabablikmi yuz berdi. Suvsizlanishning oldini olish uchun ichimlik va tomoqlardan yetarlik darajada suv qabul qilishingiz kerak bo'ladi. Kunda qanchalik miqdorda suv ichishingiz kerakligi to'g'riliq ko'plagan o'xshamagan ko'z qarashlar mavjud. Sog'lomlik mutaxassislari odatda kuniga 2 litr atrofida suv iste'mol qilishingizni tavsiya qilishadi. Biroq ba'zi mutaxassislar usimagan taqdirdami pat-pat yutumlab suv ichib turish kerak deb qaraydi. Bu maqolada suv iste'mol qilish to'g'risidagi bir qism tadqiqotlarga qarab chiqiladi. Va bu vaqtdagi bayonlarning shaklini meg'izidan ayirish orqali sizning suvga bo'lgan ehtiyojingizni qanday kafolatlantirishingiz tushuntiriladi. Qanchalik suvga ehtiyojingiz bor? Shaxsning qanchalik suvga ehtiyojli ekanligi kishidan kishiga qarab o'xshash emas. Amerika Davlatlik fan-texnika, injenerlik va meditsina akademiyasining tavsiyasiga asoslanganda quramiga yetgan erlarning kuniga 3-7 litr suv iste'mol qilishi, quramiga yetgan ayollarning kuniga 2-7 litr suv iste'mol qilishi tavsiya qilingan. Siz kunda choy va meva sharbati qatorliq ichimliklardan va tomoqdan qoladigan suvmi yuqorqi miqdorning ichida. Badaningizga kerakli bo'lgan suvning 20%ni odatda o'zingiz yegan yemak-ichmaklikdan qabul qila olasiz. Siz boshqalarga qaraganda ko'proq suv iste'mol qilishga ehtiyojli bo'lishingiz mumkin. Qanchalik miqdorda suv iste'mol qilishingiz kerakligiga tuvandagi omillarni ta'sir ko'rsatadi. Qayerda yashashingiz? Issiq, nam yoki qurg'oq rayonlarda yashayotgan bo'lsangiz, texmi ko'p suvga ehtiyojli bo'lasiz. Kundalik yemak-ichmakingiz. Agar siz qahvani va shu qatardagi kofeinlik ichimliklarni ko'p ichadigan bo'lsangiz, kichik tartingiz normadan yuqori bo'lganlikdan mushu sabablik badaningizdagi suv miqdori xo'raydi. Agar sizning kundalik tomoq turingizda tuzliq, achchiq yoki tatliq yemakliklar bo'lsa, bu holatdami odatdagiga qaraganda texmi ko'p suv ichishingiz kerak bo'ladi. Tarkibida meva-cheva va ko'ktatlar bo'lgan suv miqdori mavjud tomoqlarni yemasangiz, u holda suv ichish miqdoringizni ko'paytirishingiz kerak bo'ladi. Temperatura va fasl. Havo issiq oylarda tarlash ko'p bo'ladiganligi uchun havo salqin yoki sovuq oylarga qaraganda havo issiq oylarda ko'proq suv ichishingiz kerak bo'ladi. O'zingiz yashagan muhit. Navoda siz sirtlarda yurib, quyosh nuri ostida yoki yuqori temperaturada va yoki issiq uyda vaqt o'tkazadigan bo'lsangiz, normaldagidan tezroq usaysiz. Bu holatda odatdagiga qaraganda ko'proq suv ichishingiz kerak bo'ladi. Aktivchanligingiz. Navoda siz kuningizni mengish yoki uzoq muddat o'ri turish degandek aktiv harakatlar bilan o'tkazsangiz, u holda ustal oldida o'ltirdiganlarga qaraganda ko'p suv ichishingiz kerak bo'ladi. Navoda tanharakat va kuch xo'rtadigan harakatlar bilan shug'ullansangiz, bu sabablik badaningiz qo'yib bergan suvni to'liqlash uchun ko'proq suv ichishingiz kerak bo'ladi. Salomatligingiz. Navoda badaningizning ma'lum qismi yallig'lanib qolgan bo'lsa yoki qizib qolgan bo'lsangiz, qusish yoki ichish surish sabablik badaningizdagi suyuqliklarni sirtqa chiqarib etgan bo'lsangiz, normaldagidan ko'proq suv ichishingiz kerak bo'ladi. Agar diabet kesli degandek kasalliklaringiz bo'lsa, o'xshashla ko'p suv ichishingiz lozim.
hamildarlıq məzgili yoki bola emtish məzgili. Agar siz hamildar bo'lsangiz yoki bola emitayotgan ona bo'lsangiz, bu holatda sizning badaningiz o'zingiz bilan qo'shganda 2 yoki uningdan ko'p jon uchun xizmat qilayotgan bo'lganlikdan badaningizdagi suv miqdorining normal holatdan tushib ketmasligi uchun odatdagidan ko'proq suv ichishingiz kerak. Xulosa, salomatligingiz, harakatingiz va siz yashagan muhit qatorliq nurg'un omillar sizning kuniga qanchalik suv ichishingiz kerakligiga ta'sir ko'rsatadi. Suvni qanchalik iste'mol qilish badandagi energiya va miyaning funksiyasiga ta'sir ko'rsatamdi. Nurg'un kishilar badandagi suv miqdorining kundalik yetarsizligi badandagi energiyaning va miyaning funksiyasining tuvanlashini keltirib chiqirdi deyishidi. Bu qarashning to'g'riliqini isbotlaydigan ko'plagan tadqiqotlar mavjud. Ayollarga qartilgan bir tadqiqotda harakatdan keyingi suv miqdori tuvanlash natijasida kayfiyat nacharlashish, diqqatni markazlashtirish tuvanlash, bosh og'riqining qitim soni ko'payish qatorliq alomatlar kelib chiqqan. Xitoyda universitetdagi 12 kishining ustidan elib berilgan tadqiqotda 36 soat suv ichmaslik, charchash, diqqatini markazlashtira olmaslik, harakat inkosining va qisqa mazgillik asli saqlash qobiliyatining tuvanlab ketishi qatorliqlarni keltirib chiqargan. Hatto oz miqdordagi suv sirashmo badanning funksiyasini tuvanlatibdi. Yaşanğanlar üstüdən elib berilgan bir davalash tadqiqotida sağlam yaşanğan kishining badandagi suv miqdorining faqat 1% aziyishi sabablikla uning muskul kuchi, badan kuchi va bardoshlik berish kuchi tuvanlab ketgan. Badan ig'irligining 1% tuvanlab ketishi cho'ng ish emas, biroq bu xil tuvanlash shu miqdordagi suvning azayganligining ifodasidir. Bu hal doimla issiq uyda ko'p tarlash va buni to'ldirish uchun yetarlik miqdorda suv ichmaslikdan kelib chiqadi. Xulosa, tanharkat yoki issiq sababidan badandagi suvning ozroqlik kemiyishi badan iqtidoringizga, aqliy iqtidoringizga ta'sir ko'rsatadi. Suvni ko'p ichish ig'irligingizning tushishi uchun foydaliqmi? Suvni qancha ko'p ichsa, badandagi metabolizmni yaxshilab, ishtahani pasaytish orqali badan ig'irligini tushirgili bo'ladi deydigan gaplar bor. Tadqiqotlardan birida ko'rsatilishicha, normadan ko'p suv ichish badan ig'irligining tushishiga yordam berdi. Boshqa bir tadqiqotdan foydalanishicha, asti xarakterlik suvsizlanish, semizlik, diabet kasali, rak kasali va yurak qon tomir kasali qatorliqlar bilan bog'lanishchanligi ega ekan. Yillar avvalgi boshqa bir tadqiqotdan ma'lum bo'lishicha, kunda 2 litr suv ichganda badandagi issiqlik yoki metabolizmning tezlashishi sababli badandagi energiyaning kundalik xo'rash miqdori 23 kaloriya oshadiganligi taxmin qilingan. Tamoqdan taxminan yarim soat ilgari suv ichishmo badan sarf qiladigan kaloriya miqdorini azaytadi. Bundaq bo'lishidagi sabab badanning osonla ussizlikni ochliq deb bilishidan bo'lgan. Bir tadqiqotda ko'rsatilishicha, har qitimliq tamoqdan avval yarim litr suv ichgan kishi 12 haftada bundaq qilmagan kishiga selishtirganda 44% yeniklaydi. Bu yuqorqi shaklda suv ichgan kishining badan ig'irligining 20 ga yaqin yeniklishini ko'rsatmaydi. Balki bu shaklda suv ichgan kishining bu shaklda suv ichmagan kishiga qaraganda yeniklash darajasining 44% yuqori bo'ladiganligini ko'rsatadi. Yig'inchoqlaganda bo'libmi tamoqdan ilgari yetarlik miqdorda suv ichish, ishtahoyingizni tizginlash va badan ig'irligingizni normal shaklda tutishingizga yordam berdi. Bo'libmi yuqorqi chorni sog'lom oziqlanish planingiz bilan birlashtirganingizda shundoq bo'ladi. Yetarlik darajada suv ichishning buningdan boshqa ko'plagan foydalari bor. Xulosa,
Su ichish metabolizmni teziltidi. Tamoqdan yarim soat burun yarim litr suv ichish tamoqdan oladigan kaloriyangizni tushirdi. Ya'ni sizning tamoq miqdoringizni azaytidi. İslam mənbələrdə aşqazanның 3-dən 1-ni su bilan, qalğan 3-dən 1-ni tamaq bilan to'ldirib, oxirgi 3-dən 1-ni bo'sh qoldirib qo'yish targ'ib qilingan. Suvni ko'p iste'mol qilish sog'lomlikqa ta'sir ko'rsatadigan omillarning oldini olamdi. Badan funksiyasining to'liq ijro qilinishi uchun yetarli miqdorda suv ichishingiz kerak. Sağlamlığınızga ta'sir ko'rsatadigan tövəndəki amillar suv ichishni ko'paytishingiz orqali yaxshilana oladi. Qavziyat. Suv ichish miqdorini ko'paytirish qavziyatni yaxshilaydi. Suydik yo'li yallig'i. Yaqinqi tadqiqotlardan shunisi ayting bo'ldiki, suv ichish miqdorini ko'paytirish suydik yo'li yallig'ining qayta paydo bo'lishining va do'saq yallig'ining paydo bo'lishining oldini oladi. Börek taş düşüş. Ötmüşdeki yıllarda elib berilgan bir tədqiqatda ko'rsatilganidek, badanga qabul qilinadigan suyuqlik miqdori oshganda börekka taş düşüş xatiri tövəllaydi ekan. Terining suv singdirishi. Tədqiqatlar orqali ma'lum bo'lgani shuki, suv ko'p iste'mol qilinganda terining suv singdirishi yaxshilandi ekan. Xulosa. Yetarlik miqdorda suv ichish va badanga lozimliq suv miqdorini yetarlik miqdorda tutish, qavziyat, suydik yo'li yallig'i, do'saq yallig'i, börekka tash tushish qatorliqlarni va terining suv singdirishini yaxshilaydi. Badandagi suv kamchiligining alomatlari. Badaningizdagi suvning miqdorini saqlash hayotingiz uchun intayin muhim. Bu sabablik badaningizda suvning qandaq chaqda qanchalik suv ichishingizni kontrol qiladigan nihoyatda mukammal bir sistema bor. Badandagi umumiy suv ehtiyojingiz belgilangan miqdordan tövəllagan hamon ussashga boshlaysiz. Bu hol ba'ayni nafas elishingizga o'xshash inchga tangpungliq ichida yaratilgan. Shu vajidan bu vaqtda, ya'ni badanimdagi suv miqdori azlab ketdimi yo'q deb alayda o'ylanib va izlanib yurishingizga ehtiyoj yo'q. Badaningizga o'zidagi suv miqdorini qandaq tangshash, shundaqli qandaq chaqda ko'proq suv ichishingiz kerakligi to'g'riliq signal berish bildirilgan. Gerçi ig'iz qurish, ussash qatorliqlar badandagi suv miqdorining kamayganligining alomati bo'lsa-mu, biroq suvga bo'lgan ehtiyojni ussashga bog'lab olish normal sog'lomlik va badanning harakat ifodasini o'lchashda yetarli emas. Sizni ussizlik bosganda, siz balkim horg'inlik yoki bosh og'riqi degandek suvsizlikning eng ushshaq signallarini allaqachon his qilib bo'lishingiz mumkin. Suv va kichik taratning rangi. Kichik taratingizning rangi sizning yetarli darajada suv iste'mol qilmaganligingizni ko'rsatib beradigan muhim ko'rsatkichdir. Yetarli suv iste'mol qilgan bo'lsangiz, normal ahvol ostida suydikingizning rangi oqqush va suzuk bo'ladi. Navoda badaningiz ko'p terlayotgan bo'lsa, badaningizdan bu shaklda chiqib ketgan suyuqlikni to'liqlash uchun suv iste'mol qilishingiz kerak bo'ladi. Uzoq mezgil va ig'ir badan mashqi bilan shug'ullanadigan tanarkatchilar suv to'liqlashdan tashqari natriy va boshqa minerallarni to'liqlashi lozim. Hamildorlik va bola emdirish mezgilida suvga bo'lgan ehtiyojingiz oshadi. Qizningiz o'rliganda, qusqan chig'ingizda va ishingiz surib qolganda o'xshashla suvni ko'proq ichib berishingiz kerak bo'ladi. Agar siz ig'irligingizni tushirishga ishtiyoq bog'lagan bo'lsangiz, suv ichish miqdoringizni ko'paytirishga sal qaramasligingiz kerak. Buningdan sirt yashanganlar yetarli darajada suv to'liqlashga ehtiyojliq. Chunki yosh cho'ngaygan sari badandagi suv sizlanish nisbati oshadi. Tadqiqotlardan ma'lumki, 65 yoshdan oshgan yashanganlarda suv sizlanish xatiri yuqori bo'ladi ekan. Xulosa.
kunni kech qilganingizda hech kim sizga qanchalik suvga ehtiyojingiz borligini to'p-to'g'ri aytib berolmaydi. Qanchalik suvga ehtiyojingiz borligi nurg'un omillarga munosabatlik. Navoda siz ishlarni osonlashtiray desangiz, bilingki, tövəndəki nuqtalar köplagan kishilar uchun o'rtaqdir. Birinchi, kichik tartingizning suzuk va oqqushligini saqlash uchun kun bo'yi yetarlik miqdorda suv iching. Ikkinchi, ussigan chig'ingizda suv iching. Uchinchi, issiq, tanharkat va boshqa yuqorida tilga ilingan signallar bo'lganda badaningizdan chiqib ketgan suyuqliklarni to'liqlash uchun yetarlik miqdorda suv ichishga ahamiyat bering. İnglizcedən Hikmətyar İbrahim tərcümesi. Mənbə Uyğurlar Tor jurnalının 16-cı sanıdan ilindi.